Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Gap qalay bo'ldi? Zo'r bo'ldi. Mendan boshqa hammada yangilik. Nima yangiliklar? Charos zolim eri bilan ajrashibdi. Gulnoz Dubaydan uyotdi. Maktabni zo'rg'a bitirgan, kecha burni oqib yurgan moqchehra dugonam bor-ku, bloger. O'sha gelik opti. Bugun gapni pulini Nodiya oldi. Endi singlisi bilan Tailandga dam olgani ketmoqchi. Dunyoda qanday baxtli ayollar bor. Oysha onamiz farzand ko'rmadilar. Maryam onamiz hayotlari mobaynida turmush qurmadilar. Osiyo onamiz Firavndek zolim va qattol er bilan sinaldilar. Hadisha onamiz dardga darmon yorlarini, ya'ni payg'ambarimiz Muhammad Mustafa